Alo. Doktor hazır. 5 minutta alып барам. Аптекаға келдім уже. Aka sizden 3800 so'm bo'libdir. Так. 3800. Aka. Ben hazır. Taqsir, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Bu yoqdan qapchiq ko'rib o'dinglarmi? Qapchiq? Ova. Kashalok. Ha, yo'q, ko'rgan yo'qmi? Tak. Nima, bayka? Men qapchig'imni yo'qotib qo'ydim. Mo'l men telefonim. Paroli 0908. Shuni olib, no darilarni berib turmiz. Men sizga aqchani topib olib berem. Yo'q aka, bunday bo'lmay qoladi. Biz jo'ng'ina sotuvchimiz. Qolasangiz shefni chaqiray, o'zingiz so'lashib ko'ringiz. Ma'qul, shefingizni chaqiringiz-chi. Timashek. Assalomu alaykum. Xizmat. Xatam o'rib, dari-darmakka keldim-la. Qapchig'imni da tushirib. Anam telefonimni tashlab ketayin dedim-la. Sheyx, siz xijolat bo'lmang. Sizning yaxshilikni biz yaxshi bilamiz. Darini kengir olib, xizmat bo'lsa bizga kelaveringiz. Rahmat, taqsir. Men aqcham bo'lganda-la, shap tashlab ketaman. Sheyx, xijolat bo'lmang. Juring, uzatib qo'ying. Sheyxim, bu yer bizga qarashdi. Xudoyim buyursa, atangiz ayıqsa, bizga joliqsangiz, inshaalloh bizni bilasiz. Hayat Tur kompaniyasi men bardiq ota-onasini jo'natib o'tadi. Sizning dag'in atangizni inshaalloh biz bilan birga jo'natamiz. Umraga? Taqsir, hozir umraga atam olib borganda biraz finansiy aqcha. Sheyxim, siz xijolat bo'lmang. Siz niyatli qilingiz, Xudoyim buyursa, Hayat kompaniyasi men o'zim sizni ota-onangiz bilan olib borib kelaman. Sizning yaxshilik bizni esdan chiqadi, Sheyxim. Taqsir. Cho'ng rahmat. Atam ayığı versin. Cho'ng rahmat, taqsir.